Hammaga xayrli kun o'rtoqlar. Ayni vaqtda quvvatlash stansiyasidaman va ozgina bo'sh vaqt borligidan foydalanib bir holatga izoh bermoqchiman. Sizlarning fikringlar ham qiziq albatta. Ushbu tushuntirish yoki bo'lmasam o'ziga xos bir munosabatni tinglash barobarida albatta izohlarda o'zingizni shaxsiy fikringizni yozib qoldirsangiz bo'ladi. So'nggi vaqtlarda menga kelib tushayotgan arizalar, murojaatlarni bir tahlil qildim, analiz qildim. Shu analiz qilish barobarida shu narsani tushunib yetdimki, so'nggi vaqtlarda yashildan keyingi sariq ishoraga, ya'ni yashildan keyingi miltillayotgan sariq ishoraga harakatni davom ettirgan yoki manyovrni tugatib qo'ygan haydovchilarga nisbatan rasmiylashtirilayotgan jarima qarorlarining salmog'i juda ham oshib ketibdi. Ya'ni birinchi imkoniyatni o'zidayoq haydovchiga nisbatan jarima rasmiylashtiryapti. O'sha ma'muriy amaliyot bo'limida ishlayotgan xodimlar. Ushbu bo'lim va undagi xodimlarga hurmat saqlab gapiraman. Sizlarga nisbatan hech qanday adovatim yo'q yoki bo'lmasam ashaddiy qoida buzar emasmanki, sizlarni yomon ko'radigan. Shunchaki munosabat bildirmoqchiman. Amaldagi yo'l harakati qoidalari yashil ishoradan keyingi miltillayotgan sariq ishoraga harakatlanishni davom ettirishga ruxsat beradi. Ya'ni istisno bor. U yerda aniq tiniq qilib yozilgan. Ya'ni qanday holatlarda transport vositasi harakatni davom ettirishi mumkin. Ammo nazarimda bu meni shaxsiy fikrim, qo'shilmasligilar mumkin, ammo menimcha bugungi kunda jarima qarorini rasmiylashtirayotgan vaqtda ma'muriy amaliyot bo'limida o'tirgan o'sha mas'ul xodim deymizmi, yollanma ishchimi hech qanday holatni analiz qilmasdan to'g'ridan-to'g'ri jarima qarorini rasmiylashtiryapti. Ya'ni o'sha haydovchini harakatiga bir huquqiy baho berilayotgani yo'q deb hisoblayman. Rasmiylashtirilayotgan jarimalarning ko'pligidan shunaqa xulosaga keldim. Ya'ni tasdiqlab o'tiribdi faqat. Qani tahlil, qani analiz, haydovchini harakatidagi xavfli qilmish qani? Deylik, haydovchi miltillayotgan sariq ishorada harakatni davom ettirdi. U to'xtay olmadi. Harakatni davom ettirdi. U sun'iy tirbandlikni yuzaga keltirmadi. Harakat xavfsizligiga tahdid solmadi. Avariyaviy holatni yuzaga keltirmadi. Savol: agar u hech kimga zarar yetkazmay, xavfsiz harakatlanib, avariyaviy holatni, sun'iy tirbandlikni yuzaga keltirmasdan manyovrni davom ettirib tugatib qo'ygan bo'lsa, unda nega uni jazolash kerak? Nega unga nisbatan ma'muriy jarima qo'llash to'g'risidagi qaror rasmiylashtirilishi kerak? Qani uni xatosi? Biz maqsadlarni aniqlab olishimiz kerak. Yo muttasil jazolab bezdirishimiz kerak haydovchilar hamjamiyatini, yo tarbiyalashimiz kerak. Haydovchi ham menimcha yo'l harakati qoidalarini yaxshi biladi. Qolaversa chorrahaga o'rnatilgan svetoforlar, men bilishim bo'yicha, men o'qigan manbalarda chorrahaga o'rnatilgan svetoforlar, turli xil yo'nalishlarni tartibga soladigan chorrahalarda o'sha svetoforlar ma'lum bir interval asosida ishlaydi. Ya'ni menga qizil ishora yonishi bilan yoki sariq miltillashi bilan narigi tomonga yashil chiroq yonmaydi. Menga taqiqlovchi qizil ishora yonishi bilan qayerdadir 3 sekund, qayerdadir 5 sekund, qayerdadir hatto 7 sekundlik interval bilan yonadi svetofor. Ya'ni ruxsat beruvchi yoki taqiqlovchi nimaga chorrahaga kirib qo'ygan ana bu boyaqish chorrahani tezroq bo'shatsin yoki bo'shatishga ulgursin. Agarda interval bo'lmasa, eng yirik yo'l transport hodisalarining o'chog'i o'sha chorraha bo'ladi. Yo shahardagi eng noto'g'ri chorraha o'sha bo'ladi. Ya'ni interval bor. Menga taqiqlovchi ishora yonishi bilan narigi tomonga ruxsat beruvchi ishora 3, 5, 7 sekunddan keyin yonadi. Nimaga? Chorrahaga kirib qo'ygan. Men shunaqa tahlil qilaman. Chorrahaga kirib qo'ygan haydovchi chorrahani bo'shatishi shart. Lekin nima uchun bugun hech kimga xavf tug'dirmagan, avariyaviy holatni sodir etmagan, sun'iy tirbandlikni yuzaga keltirmagan, harakat xavfsizligiga tahdid solmagan haydovchiga nisbatan ma'muriy huquqbuzarlik ish yuzasidan jarima qarori rasmiylashtirilyapti? Buni zarurati yo'q-ku. Jarima rasmiylashtirmasangiz ham bo'ladi-ku. Axir haydovchi qo'pol qoidabuzarlikni sodir etgani yo'q-ku. Uni harakatlari hech kimga xavf tug'dirmadi-ku. U harakat xavfsizligiga tahdid solmadi-ku. U avariyaviy holatni keltirib chiqarmadi-ku. Nega jazolayapsiz uni? Nima sababdan? Nega qo'li quruq baravar yonish kerak? Bizda tushunmayman. Nima uchun qonunlarni faqat shu nima desam bo'ladi? Zarariga ishlatamiz. Nimaga o'zi shundoq ham mukammal qonunlarni xunuk tomondan ko'rsatamiz odamlarga? Ko'rib qo'y, bu juda ham nima desam bo'ladi? Shafqatsiz hujjat, bu shafqatsiz qonun, bu faqat jazolash uchun yaratilgan deb ko'rsatamiz. Axir har qanday qonun manfaatida istalgan qonunni ko'taring, uni preambulasi, ya'ni
boshida albatta inson manfaatlari haqida gap ketadi. Inson xavfsizligi, inson hayoti, inson manfaatlari. Qonundan ko'zlangan maqsad aslida ezgulik, ammo uni mana shunday noto'g'ri ishlatilishi yoki uni noto'g'ri qo'yilishi, noto'g'ri talqin qilinishi, odamlarga xunuk qilib ko'rsatilishi qanchalik to'g'ri amaliyot men tushunmayman. Jarima to'lashga tayyormiz, to'layapmiz agar qayerdadir qo'pol qoidabuzarlik sodir etgan bo'lsak, ammo mana bunday zarurati bo'lmagan paytlarda jarima qarori rasmiylashtirmaslik ham mumkin-ku. Yo nima? Qo'li quruq baravar yonish kerakmi? Yo qonunlarimiz shu faqat muttasil 24/7 faqat jazolash kerakmi? Ertalab turib yuz qo'lni yuvib, hatto choyga o'tirmasdan, ya'ni nonushta qilmasdan turib, ayrim odamlar telefonni ochib, jarima keldimi yo'q tekshirar ekan. Bu hayot mazmuniga aylanib qoldi. Ya'ni jarima keldimi, kelmadimi? O'zi qoida buzmagan. Shunaqangi bir ichki ishonch bo'ladi. Ammo mana shunday bahsli jarimalar ko'pligidan balki kelib qolgandir deb ham tekshiryapti odamlar. Kim biladi, balkim yozib yorgandir deb. Men bilmadim, jarimani tekshirish, jarima keldimi yo'qmi degan bir xavotir bilan yashash, bundan boshqa tashvishlarimiz ham bor-ku demoqchiman. Bundan boshqa o'y tashvishlarimiz, rejalarimiz bor-ku. Faqat umrimizni mazmuni jarima to'lashdan iborat bo'lish kerak emas. Aynan mana shu yashildan keyingi miltillayotgan sariq ishoraga rasmiylashtirilayotgan jarima qarorlari boshqatdan bir isloh qilinishi kerak. Nima uchun chiziqlar uchun jarimani bekor qildik? Nimaga? Chunki reglament asosida chiziq chiza olmadi. Mas'ul organ ham, tadbirkor ham eplab chiza olmadi. Qaytanga jazo uchun atayin noto'g'ri chizish holatlari ham kuzatildi. Bu isbotlandi, internetda mana videolari bor. Mana bu miltillayotgan sariq ishoraga harakatlangan holatni ham bir tahlil qilinglar. Xavf bormi u yerda? Haydovchi kimnidir manfaatlarini buzdimi yoki yo'l harakati qoidalarini qo'pol buzib, qanaqadir oqibatga sabab bo'ldimi bir tahlil qilinglar. Endi kelgandan tasdiqlamasdan tushunaman, bu yaxshi narsa tasdiqlash. Lekin bu haydovchilar hamjamiyati ham odamlar-ku, ya'ni ular ham qaysidir ma'noda foydali hamjamiyatda, ya'ni haydovchi bo'lmasa juda katta bir biznes, katta bir infrastruktura o'ladi. Agar haydovchi rulga o'tirmasa, qanaqadir boykot e'lon qilib, bo'ldi, men mashina boshqarmayman deb o'tirib oladigan bo'lsa, bu ham qanaqadir rezonans keltirib chiqaradi. Ya'ni juda ham katta infratuzilmaga bir zarba bo'ladi. Lekin nega buni hech kim hisobga olmaydi? Shu haydovchi faqatgina qanaqadir bir katta bir hamyonni eslatish kerak. Shu charimli, juda ham bir chidamli bir hamyonni eslatish kerak. Ichi to'la pul bir hamyonni eslatish kerak. Yo'q, u ham individ alohida, u ham yashaydi, u ham qanaqadir o'ziga xos prinsiplari bor. Endi faqat jazolash bo'ladigan bo'lsa, bu faqat odamni bezdiradi va kayfiyatni tushirib yuboradi. Bundan boshqa qanaqadir izhod, natijani ko'rmayapman. Bu jonli efir orqali men mana shu holatga aniqlik kiritmoqchi edim. Ya'ni ana shu ayrim jarima qarorlari qayta isloh qilinishi kerak. Ya'ni kelgandan tasdiqlamasdan, u yerda inson omili bor, odam o'tiribdi. Nima uchun odam qo'ygansizlar? Unda kelinglar avtomatlashtiringlar buni. Qanaqadir sun'iy intellektga topshiringlar. Garchi sun'iy intellektga topshirilgan taqdirda menimcha sun'iy intellekt aqlliroq yechim topadi. Ya'ni bunday holatda men huquqbuzarlikni ko'rmadim deb rasmiylashtirmasligi ham mumkin sun'iy intellekt. U shunisi bilan xavfli. Lekin inson omili aralashdimi? Marhamat, o'sha odam oylik olyapti. Tahlil qilsin. Qoidabuzarlik bormi, yo'qmi tahlil qilsin. Miltillayotgan sariq ishoraga o'tgan bo'lsa, xo'sh, nima qilib o'tgan bo'lsa? Gap qanday o'tishida, qanday vaziyatda o'tishida yoki qoidabuzarlikni sodir etilish uslubida. Ya'ni miltillayotgan sariq ishorasiga o'tib, harakat xavfsizligiga tahdid solgan bo'lsa, sun'iy tirbandlikni yuzaga keltirgan bo'lsa, avariyaviy holatni keltirib chiqargan bo'lsa, marhamat, bemalol jarimaga torting va o'sha odam ham o'zi to'lab beradi ongli ravishda. U ham biladi qoidabuzarligini, mohiyatini to'lab beradi. Ammo zarurat bo'lmagan vaqtda jarima qarori rasmiylashtirmaslik ham mumkin-da. Bu uchun javobgarlik yo'q-ku. Inspektorlar mahalliy jarima qarori rasmiylashtirmagan uchun jinoyatni yashirish haqida eshitganmiz. Ma'muriy huquqbuzarliklar sonini sun'iy ravishda yashirib kelish nima ekanligini tushunamiz. Ammo mana bunday real videolar orqali ko'rinib turgan holatlarda agar ijtimoiy xavf katta bo'lmasa va u yo'l harakati xavfsizligiga tahdid solmagan bo'lsa, jarima, shaxsiy fikrim, qo'shilmasligingiz mumkin. Jarima qarori rasmiylashtirmasa ham bo'ladi. Mana shunaqa gaplar. O'rtoqlar, bu qisqa muddatli jonli efir edi. Maqsad ana shu holatga munosabat bildirish. Bilmadim, bu qanchalik manzilga yetib boradi va qanchalik o'zgarish bo'ladi. Bunisi menga qorong'u va muhimi bu emas, muhimi munosabat bildirish.